O'quvchilarning poygasi o'sha yoshiga qarab o'qiladigan kitoblar bo'lardi. Hayronman, boshqa narsadan poyga bo'lmagan. Bolalikda kitob bizga tengdosh bo'lgan bo'lsa, keyin talabalikdan boshlab u taqdir ekanligini, u bir odam ekanligini, shaxs ekanligini, beminnat do'st ekanligini anglab boshladik. 15 ming kitobni dedi, bir joyga borib bosib qo'ydim dedi. 5 yildan keyin olib keldim, hozir dedi, mana shu katta kutubxonaning asosiy qismi men o'zim shaxsiy tashabbus bilan saqlanib qolgan kitoblar dedi. Ma'rifatli ayol ma'rifatli bola tarbiyalaydi. Oila ma'rifatli bo'ladi. Ertakning, odamning tasavvur, taxayyul olamini boyitishdagi betimsol, bemisl ahamiyatini men o'zimda misolimda ko'rganman. Shuning uchun bolalik bu ertak aslida. Men o'sha yili 18-yilda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining g'olibi bo'ldim, tanlov g'olibi. Eng faol foydalanuvchisi. Bu men uchun o'sha haligi O'zbekistonda xizmat qilgan jurnalist degan unvon bilan baravar turadigan mukofot bo'ldi.